Navoiy shahridagi obyektimizni tepa qismlari, tepa ko'rinishiga toshgan yo'l qilib berganmiz. Pastki qavati master model bo'lgan. Avtomobilda arkalari ham juda go'zal holatda chiqqan. Dumaloq holatda. Okala obyektimizni oldi ko'rinishi, ko'rib turganingizda juda go'zal holatda chiqqan. Arkalari ham yo'llardan video qilolmaydi. Yo'llarda ahvol bor ekan, orqa oldilarda. Bu obyektimizga ham Yevro karnizdan qilib berganmiz. Tiagani karniz, o'zi trendda bo'lgan karnizlardan. Xudo xolisa, juda go'zal holatda chiqqan. Okalar. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat qilib o'tganmiz inshaalloh. Xalq xizmatidamiz.